bunaqa usulda qo'y boqqanni aniq ko'rmagansiz. Hurmatli obunachilar, yantoq granulasi mana. Bu xashagi. Bu buyoqda. Endi yaqinroq ko'rsataman. Semechka, mosh, soya shurut, zig'ir shurut, paraqa kunjara, makka, bug'doy, arpa, to'lqon, ana jo'lut yong'og'i, oq javari, masxar semechkasi, oddiy qora semechka, fasol. Hurmatli obunachilar, bu yem tarkibi nima deyapman? Qo'l kirib ketishini qaranglar mana. Mana shunchalik qilib bo'kib qolmaydi. Mana shu kichkina qo'zi ham mana shular bilan yo'radi. Oldida shuncha yem turadi. Qo'ylar bo'kmaydi. Chunki shunaqa tarbiyalangan. Ularni zotga boqilyapti. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizga umid qilaman.